Eng ko'p dekret puli 12.500 dan ortmaydimi deb savol tushibdi. Yo'q, eng ko'p dekret puli deylik 12.710 ming so'm daromad chegarasi. Uni 25 ga bo'lasiz, keyin 500 mingdan ortiq summa chiqadi. Buni keyin 108 ga ko'paytirasiz. 126 dan o'rtacha 18 yakshanbani olib tushadigan bo'lsak, tasavvur qiling, o'sha 126 kun ichida umuman ishlamaydigan bayram kunlari bo'lmasa, demak bu holatda 54 milliondan oshiq summa chiqadi. Maksimal summasi 54 million so'm. Bu chegara masalasi o'rtacha daromadga nisbatan 12.710 ming so'm hozir mehnat haq to'lash imkon miqdori 10 baravari. Undan yuqori qismi hisobga olinmaydi degan. O'rtacha hisobga olingan ekan uni 25 ga bo'lasiz. Keyin ta'til davringizda bor yakshanbalarda va bayram ishlamaydigan bayram kunlarini aytishingizda ko'paytirasiz o'sha kunlarga. 108 ta kunda ko'paytirsak 54 million oshiq summa chiqadi. Bu maksimal summa. Bundan ortiq olish mumkin emas.